Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bo'g'imlar og'rig'i bu artritdan dalolat beradi. Bugungi video lavhamizda artritni davolashning bir nechta usullarini aytib o'tamiz. Azizlar, tanangizni bo'g'im og'rig'i kasalliklaridan himoya qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu malhamlardan ham tez-tez iste'mol qiling. Axir kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshiroq. Demak, artrit uchun samarali retseptlar. 1. Qaynatilgan guruchni muntazam iste'mol qilish bo'g'imlarni juda yaxshi tozalaydi. Guruch bo'g'imlardagi tuzlarni eritish xususiyatiga ega. 2. Ratsioningizga qora va yashil turib salatini qo'shing. Kuniga 100 grammdan. Kursning davomiyligi 3 hafta. 3. Biz 2 choy qoshiq olma sirkasi, 2 osh qoshiq tabiiy asalni olib, 1 stakan suvga eritamiz. 10 kun davomida kuniga 2 stakandan ichamiz. Albatta, ushbu 3-muolajamiz oshqozon og'rig'i bo'lmagan bemorlarga tavsiya etiladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.